muvofiqlashtiradigan yagona idora yo'q. Har bir idoraga o'sha tergov harakati, o'sha huquq-tartibot idoralarining o'zida komissiya tuziladi deyilgan, komissiya xulosasiga asosan rag'batlantiriladi deyilgan, ya'ni tarqoq qoldi. Biz buni Oliy Majlis tomonidan ham aytildi, hurmatli prezidentimizga ham bu masalani ko'tardik, ya'ni mana shu rag'batlantirish masalasi, mana birgina misol, bular to'g'ri aytdi, 24-yil yakunlari bo'yicha masalan xabar berganlarni bittasiga o'zi 40 dan ortiq xabar berganlar bor, bittasi rag'batlantirilgan xolos, qolgani tashakkurnoma berilgan. Nimaga u xabar berdi? Qonunchilikda bor edi, qanchadir summasi unga berilish kerak foizi. Lekin bu ishlamagan, ya'ni anaqa qiladigan, muvofiqlashtiradigan idora bo'lmagan. Biz taklif berganimiz, bu taklifimiz davlat rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlanib, 270-son farmonga muvofiq agentlikka qo'shimcha vakolat berildi, ya'ni O'zbekistonda korrupsiya haqida xabar berganlarni rag'batlantirish masalasini muvofiqlashtiruvchi organ etib belgilandi. Endi bizda muvofiqlashtiriladi. Bizda jamg'arma bor. Shu jamg'arma orqali to'lanadi. Ya'ni sanga, manga